Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Green Card'da bekor bo'lishi va yopilishi haqida gaplashamiz. Videoni boshlashdan oldin bir narsa haqida gapirib o'tishim kerak. Bu videoda meni bilganlarim, ko'rganlarim va fikrimni aytib o'taman va ba'zi bir saytlarda, ishonchli saytlarda postlar qoldirgan ekan. O'shani o'qib chiqdim va men bugun sizlarga shular haqida gapirib bermoqchiman. Yopilishi mumkinmi yoki yo'q? Xo'sh, nima uchun Green Card'da topshirish kech qolayotgani haqida video chiqargandim. Agarda ko'rmagan bo'lsangiz, qisqa qilib hozir tushuntirib ketaman. DMV lotereya 2027 ochilishi kerak bo'lgan sanasi bilamizki, oktyabr boshidan ochilishi kerak edi, lekin ochilmadi va bundan oldin 16-sentyabr kuni 2025-yilda Green Card'da pullik bo'lishini aytdi. Shu bilan Green Card'ni pullik qilyapmiz deb vaqtni cho'zib kelishyapti. Va hozirgacha ochilgani yo'q. Buni kim aytishi kerak edi ochilishini? The United States Department of State degan narsa bu, bilsanglar, qachon Green Card'da ochilishini aytishi kerak va pullik bo'ladi yo'qmi aytishi kerak edi. Odamlar so'rashganda ular javob berishmadi, hech qanaqangi javob qaytarishmadi va shunga hech kim bilmaydi qachon ochiladi, pullik bo'ladimi yo'qmi. Menimcha noyabrda ochilib qolsa kerak deb taxmin qilamiz. Agarda ochilsa, The United States Department of State degan joy bor, o'shana kirib ko'rsanglar bo'ladi. Linkini qoldiraman videoni pastida. Xo'sh, agarda tez gapirayotgan bo'lsam, kommentariyaga yozsanglar, bu safar sekinroq gapiraman. Xo'sh, Green Card'da yopilishi mumkinmi degan savol bugungi videomiz. Qiziq savol. Ancha yillardan beri 55 mingga yaqin odamlarni Amerikaga olib kelishardi va bu odamlar Amerikaga kelib ishlab davlatga soliq to'lashardi va davlatni o'sishiga o'zini hissasini qo'shardi. Va ularni olib kelmaslik kimda xayoliga kelgan deysiz? O'ylab ko'radigan bo'lsak, deyarli hech kimda xayoliga kelmagan. Faqatgina bitta odamdan tashqari, bu esa Donald Trump, ya'ni hozirgi prezident, Amerikaning prezidenti. Xo'sh, men ham boshida ishonmagandim bunday bo'lishiga. Ya'ni Donald Trump Green Card'dan yopishni xohlayotganiga va Green Card haqida ko'p gap aytgan ekan. Hozir shularni aytib o'taman. Xo'sh, 2024-yilda noyabr oylarida, ya'ni 1 yil oldin prezident bo'lganda Donald Trump va bo'lganidan aytganida Green Card'da yopish haqida gapirgan ekan va Kongressga ariza tashgan bo'lsa ham kerak. Xo'sh, 2024-yilgacha Donald Trump prezident bo'lmasidan oldin Green Card'da har yili o'z vaqtida o'ynab kelalar edi. Ammo prezident bo'lgandan keyin mana cho'zilyapti. Bilamizki, hozirda Donald Trump ikkinchi marta prezident bo'lyapti. Ammo degan joyi bor. Birinchi marta prezident bo'lganida bu 2016dan 2020-yillar atrofiga to'g'ri keladi. Xo'sh, 2017-yilda Donald Trump Green Card'da yopish kerakligini Kongressga aytgan ekan va xat yuborgan bo'lsa kerak va unga jiddiy qarashmagan va qolib ketgan. Xo'sh, Donald Trump prezident bo'lgan vaqtida ekonomika yaxshi edi. Juda ham yaxshi edi va ko'pgina odamlar pul topishardi, yaxshi pul topishardi. Keyin Amerikaga kelish juda ham qiyin edi. Xo'sh, agarda ko'rgan bo'lsanglar, 2020-yilda saylov bo'ldi. Saylovda prezident Donald Trump bilan Joe Biden bellashdi va Joe Biden yutdi. Joe Biden yutganidan keyin immigrantlar kelishi osonlashdi. Masalan, bu yerda Meksika Amerika chegarasi bor. O'sha yerdan odamlar kelishi ancha osonlashdi va immigrantlarga yordam berdi Joe Biden, qisqa qilib aytadigan bo'lsam. Ammo degan joy bor, ekonomika pastga qarab ketdi, ancha pastga qarab ketdi. Ko'pchilik aytdi, Trump davridagidek ko'p pul topmayapmiz, xarajatlar ko'tarilib ketdi, narxlar ko'tarilib ketdi deb aytishdi. Va buni hammasini Donald Trump ko'rib turgandi va 2024-yilda qayta prezident bo'ldi ikkinchi marta
va prezident bo'lganidan keyin qilgan birinchi ishi bu Meksika bilan Amerika chegarasini yopdi va hech qanday odam kelishi mumkin emas bu chegaradan. Kelsa ham kirgizmaydi. Shu narsani birinchi bo'lib qildi va Amerikaga kelishni qiynlashtirdi. Va shu qatori noyabr oyida bir yil oldin yana green card yopishni aytib o'tgan ekan. Xo'sh, men o'ylayman, green cardni yopilishi mumkin Donald Trampni deb. Nima uchun prezident bo'lgandan beri dokumenti yo'q, ya'ni illegal immigrantlarga ko'pgina xabar video tashladi, ko'rgan bo'lsanglar kerak. Amerikadan chiqib ketishni so'rayapti. Ya'ni dokumenti bo'lmasa Amerikadan chiqib ketish kerak deb aytyapti va ular ilova ham ishlab chiqarishgan. Agarda eshitgan bo'lsangiz, CBP-1 Home degan ilova bu o'z-o'zini deport qilish. Ya'ni Amerika ICE'lari ushlab deport qilgandan ko'ra o'zini o'zi deport qilsa ancha yaxshi bo'lishini aytgan Donald Trump va illegal immigrantlarning chiqib ketishini xohlayapti. Bu degani Donald Trump ko'pincha Amerika aholisiga, ya'ni amerikaliklarga yordam qilyapti va ancha yordam qilyapti. Ish o'rni topib berishga deymizmi? Xo'sh, keyin va yana bir gap, Donald Trumpning gapini eshitgan bo'lsanglar kerak. MAGA degan Make America Great Again degan gapi bor. Bu saylovda yutgan vaqti juda ham mashhur bo'ldi. Ya'ni illegal immigrantlarni xuddi kriminallar bo'ladi-ku, o'shalar kabi ko'rdi va deport qilishni xohladi. Bilamiz, qancha odam deport bo'lib ketdi Donald Trump prezident bo'lgandan keyin. Keyin yana bir narsa, trak haydovchilari aytmoqchi edim. Xo'sh, green cardasi yo'q yoki dokumenti yo'q odam trak haydolmaydi. Bu ham amerikaliklarga bo'lgan imkoniyat. Ya'ni qancha illegalni yurgan deymizmi yoki green cardasi yo'q odamlar deymizmi, ular trak haydasha olmaydi va pul topisha olmaydi. Buni ham Trump qilgan. Trump iloji boricha amerikalik odamlarga yordam berib, tashqaridan keladigan odamlarni kamaytirishga harakat qilyapti va Amerika ichidan odamlar chiqarib yuboryapti agar dokument bo'lmasa. Xo'sh, yana aytib o'tishim kerak bo'lgan narsa bor bu yerda. Amerikada ICE degan narsa bor. Ya'ni ular politsiyaga qaraganda ancha farq qiladi va ICE men yashaydigan shaharda ham paydo bo'ldi. 22-oktyabrda 2025-yilda kelishdi. Manhattanga Canal Street degan joy bor. O'sha yerda odamlarni ushlab ketishdi va deport qilishdi. Deport qilishmi bilmadim, lekin deportga qo'yilgan. Ularning vazifasi illegal dokumentlarni ushlab deport qilish. Lekin odamlar bunga qarshi qilishdi, baribir ICE degan narsa bor bu yerda. Xo'sh, men sizlarga hozir 3 ta veb-sayt bor. Qayerdan o'qiganimni ko'rsataman va videoni description deydi. Esim kelmay qoldi o'zbekchasi. O'sha yerga ham qo'yib qo'yaman. O'zingizlar kirib o'qisanglar bo'ladi. Hozir men sizlarga 3 ta veb-sayt ko'rsataman. Va ko'rsatishdan oldin kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar va like bosib qo'ysanglar. Keyingi bo'ladigan videolarni o'tkazib o'rmaysizlar. Kichkina qilsam. Va savolingiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu videoning tagiga yozishingiz mumkin. Men keyingi videoda ko'rib chiqaman. Xo'sh, o'taman turaylik. Xo'sh, yana kichkina qilsam. Birinchi sayt mana bu sayt. Men bu saytda o'qidim nima bo'layotgani haqida. Xo'sh, bu yerda aytib o'tishim kerak bo'lgan narsalar bor ekan. Qayerda deydi u? Yo'q, bu emas. Mana bu yerda teparoqda. Trump's immigration policy.
noyabr 5-sida ekan, hali aytib o'tgandim, 2014-yilda birinchi saylanganidan shu Green Cardga yopish haqida aytib o'tgan. Bundan oldin ham aytgan ekan, ya'ni bu artikelda. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Kattaroq qilaman. I am today starting the process of terminating the diversity lottery program, Mr. Trump said. Buni Kongressga aytgan, ya'ni Green Cardni yopish haqida so'rayapti va pastida ham aytgan. I am going to ask Congress to immediately initiate work to get rid of this program. Bu ya'ni Trump xohlamayapti odamlar Green Card orqali kelishdi. Va eng qizig'i shundaki, mana bu yerda o'zbek ham tilga olingan ekan. Sayfulloh Habibullayev, Sayipov bilganlar biladi nima qilganini. Hozir gapirmoqchi emasman. Bu yerda ham chiqqan ekan. O'zbekistonda ham tilga olishgan mana bu yerda. Bu yerda keyin mana saytdan o'qib chiqsanglar bo'ladi. Keyin mana bu yerda mana bu yerda qachon o'ynalgani aytilgan. Mana 2026-yil uchun o'tgan yil o'ynaldi, to'g'rimi? Oktyabr 2-sidan ochilib, noyabr 7-sigacha ochiq turdi. 2025-yil demak o'ynaldi. Mana oktyabr 4-sidan noyabr 7-sigacha, ana 3 yilligi bor. 2027ga kelganda hech qanaqa sana berilmadi ochilish uchun. Odamlar kutishyapti va ko'pchilik o'ylashyapti 2025-yil oxiri yoki 2026-yil boshigacha ochilishi kerak deb. Agarda ochilmasa, menimcha admin bo'ladi. Bu yerda pulli bo'lish haqida aytilgan, bu yerda Trump haqida yana mana bu yerda yana aytib o'tgan. Buni bu so'zni 2017-yil aytgan. Ya'ni necha yil bo'ldi? 3, 5, 8 yil bo'libdi. CBS ga kirsanglar, CBS News'da Trump ko'p gapirgan ekan va yana gapiryapti. O'sha vaqt qila olmagan ekan. 2017-yilda mana 2-noyabr ekan. Bu artikel chiqqan, mana chiqqan artikel sanasi va Trump shu sanada aytib o'tgan mana bu yerda. Yana aytib o'tgan. Endi shu yil qilishga harakat qilyapti menimcha. Yana agarda admin qilsa, yana bekor bo'lsa, bekor bo'lib ketishi mumkin. Trump bir nima deb bo'lmaydi, har nima qilishi mumkin qisqasi. Xo'sh, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Ba'zilar yozyapti, Green Card ochilibdi, men topshirdim deb yozyapti. Keyin qanday bildingiz, qachon topshirasiz desam, men topshirdim, lekin menga topshirganim haqida hujjat bermadi debdi. Ya'ni nomer bo'ladi tekshirish uchun. Agarda bu aniq qo'pol qilib aytganda, moshenniklar agarda shunaqa deydigan bo'lsa ekandir, ishonmanglar, chunki hali Green Card ochilgani yo'q. Agarda ochilsa ham birovga topshirishga ishonmanglar. Hammasini qo'lingizdan kelgancha o'zingiz topshiring, chunki u yerda kodi bor. Agarda siz birovga topshirib berdi boradigan bo'lsangiz va sizga o'sha kodini bermaydigan bo'lsa, siz Green Card javobini tekshira olmaysiz va tekshira olmaganingizdan keyin qayerdan bilasiz, yutdingizmi yo'qmi, to'g'rimi? Bilmaganingizdan keyin agarda chiqadigan bo'lsa Green Cardda, ular sizga keladi, qanchalar summa aytishadi. O'sha summani berganingizdan keyin sizga o'sha kodni beradi. Bu yerda ham ancha summaga tushasizlar. Men o'zim eshitganman. Meni qarindoshim emas-ku, eshitganman. 2024-yil uchun o'ynashgan, adashmasam. Boshqa birov o'ynab bergan, keyin kodini bermagan shunaqa. Keyin Green Cardda chiqqan, eng qizig'i ularga. Keyin kodini so'rashganda ular $10,000 pul so'rashgan va majbur bo'lib berishgan shu kodni olish uchun. Pulni bergan, keyin kodni olgan, keyin Amerikaga uchib kelgan. Qurdan qurib bitta kod uchun shuncha pul yo'qotib qo'yishida hech gap emas. Shuning uchun o'zingizlar to'ldirishga maksimal harakat qilinglar. Agarda tushunmasanglar, meni Telegram kanalim bor. O'sha yerga o'tsanglar, hammasini tushuntirib berishga harakat qilaman. Agarda
dokumentlarni kimgadir ishonib topshirgan bo'lsangiz, qaytarib olishingiz kerak. Mani maslahatim. Chunki bu yerda qiyin ish yo'q. Faqatgina pulli bo'lsa, pul to'lab bilsangiz bo'ldi. Visa karta orqali to'lanadi. Qanday to'laymiz deyapsizlar? Visa yoki Mastercard orqali kod terasiz. Faqatgina $1 bo'ladi. $1 dan qimmat aytadigan bo'lsa kimdir, ishonmang va yaqinlashmang. U mashinalik bo'lsa kerak. Agar qimmat aytadigan bo'lsa $1 bo'ladi. Agarda sizda qanaqadir savol bo'ladigan bo'lsa, ushbu kommentarga yozib qoldiring. Qisqa qilib aytganda, hammasini xulosa qilib aytganda, green karta yopilishi mumkin. Bu Donald Trampga bog'liq. Va keyingi videoda ko'rishguncha, albatta like bosib, obuna bo'lib qo'ying va Telegramga ham o'tib qo'ysangiz zarar qilmaysiz. Ko'rishguncha.